Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda asosan internet orqali sotganimiz sababli bitta-ikkita savollar yig'ilib qolgan. O'sha haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bizda eng birinchi beriladigan navbatdagi savol oyoq kiyimlar qayerda ishlab chiqarilgan? Xitoyga, bizda Xitoy mahsuloti, o'sha Xitoydan eng sifatlilarini olib kelishga harakat qilamiz. Uyaltirmaydi, hammasini sifati ko'rayotganingizda hammasi joy, bizda o'zimizda bor narsa. Internetdan olib qo'yib yuboramiz qismini. Nima ko'rgan bo'lsangiz internet hammasi magazinimizda bor. Xo'p, ichida Vyetnam yozilgan. O'sha boshqa sizlarda Vyetnamniki bizdagi krossovka deb sotilgan joylardagi bizaniki ham ularnikidan qolishmaydigan darajada ichida Vyetnam yozilgan, lekin sifat bo'yicha masalan kelib solishtirib ko'rib olishingiz mumkin. Kelib ko'rganda bizdagi bo'ladigan ish oyoq kiyimni yechib kirish kerak. Biz yerga gilam solib qo'yganmiz. Mana oyoq kiyimlarni kiyib ko'rganingizda, masalan viloyatdan oladigan dastavkaga buyurtma qilgan odamligi asosan kiyib ko'rilmagan oyoq kiyim bor edi. Masalan bitta-ikkita oxiriga qolib ketgan razmer sotilayotgan paytda ham kimdir magazinga kelib kiygan bo'lsa ham top-toza. Shunday kiyib ko'rishadi, shunday yechiladi. Masalan polga ko'chadan bosib ko'rilgan oyoq bilan turpoq loyi ustida kiyib ko'rilmagan oyoq kiyim, tiylari toza, hamma joy ideal kiradi. O'xsha maqsadda gilam solib qo'yganmiz. Do'konimiz shahar markazidan uzoqda, shahar chetida joylashgan, Toshkent halqa yo'li 19-kvartalda, Yunusobodda, 19-kvartalda. Yandexga kaktus uz deb yozsanglar, eshigimiz tagiga ko'rsatadi. Ko'chamizda hech qanaqa kaktus, magazin nomi hech nima yozilmagan, oynaligi tonirovka qilib qo'yilgan. Bu yerda faqat bizani mijozlar internetdan ko'rdi, adresimiz oldi, o'sha kelib ko'radi. Bu yerdagi oyoq kiyimlar faqat bizani biladi, bizani ko'rgan, mana shu narsani ko'rdi, shu yoqda kelib kiyib ko'raman degan odamligi. O'tgan qaytgan odamlar deyarli kirmaydi. Shahar markazida ham masalan ochib qo'yilmagan joy. Chunki biz sotadigan mahsulotimiz o'zimizni ko'rsatadigan, o'zimizni mijozligi zo'rg'a yetadi. Ba'zi modellarni keyingi paftori, keyingi partiya tovar kelgunicha kutib qoladigan mijozlar bor. Masalan, o'sha oladigan mijozlarimiz ham masalan kommentariyada fikr qoldiringlar. Masalan, bizani endi birinchi marta ko'rib qolgan mijozlar bor. Hozir Instagramda ozgina odam kundalik qo'shilyapti. Eski profilimiz o'chib ketgan, bu yangi ochilgan. 2 oy, 1 oydan oshdi, 2 oydan oshibdi menimcha. Yangi profilimizda hozir yurityapmiz. Yangi mijozlar qo'shilyapti. Xudoga shukr. Narxlarimiz, sifatimiz hammasi bir-biriga juda mos. Masalan, sifatli narsani qimmat narxda emas. Narxlarimiz arzon bo'lganda mana shu stabil bozor bilan narx teng, lekin sifatimiz ulardan yaxshiroq deb meni o'zimni fikrim, ulardan yaxshi deb bilaman. Mana shu sotilayotgan narsalarga biz uyarim bo'lib aytamiz. Mana bu narsa meniki, mana bu narsa men garantiya beraman, oling. Agar u kim men bu san qimmat sotib qo'ygan degan joyda ham ko'p klientlar bilan shunaqa muammo bo'lgan. O'shalar bo'lganlar, ha ko'rdim, endi tushundim, farqi bor ekan deyishgan. Buni joy yonma-yon qo'yib solishtirsa bo'ladi. Masalan, rasmda mana biz o'zimizni mahsulot qo'yamiz, bir xil internetdan olib qo'yib olishadi rasmni, aytdi, do'y post bo'lib ketadi. Bitta hammasi bizda qo'limizda bor narsani sotamiz, o'zimizga ravo ko'rilgan narsalarni boshqalarga ham ravo ko'riladi. Hozirgi kunda 36 dan 40 gacha razmer sotamiz. Xudo xolasa keyingi yilda planda 36 dan 45-46 gacha razmer qilamiz krossovkalarni. Bahor yozligiga borib 22 razmerdan boshlab, masalan, oilaviy olsa bo'ladigan razmerlarni qo'yamiz. Masalan, mana shu krossovkadan 22 razmerdan 45-46 gacha bo'ladi.